gapni bilmayman-da o'lay. Har yil paxtaga chiqaman. Yoshim 75 ga. Uyga o'tirib odamchiki, mana shu paxta terishga, mana shu xirmonimizga baraka berishga, nimamni hissamni qo'shishga keldim. Shu yoshimga mana 100 kilo yaqin keldim. Yoshlarni, uyga o'tgan pensionerlarni shu paxtaga chaqiraman. Qancha pensiya olasiz? 1 million. Pensiyalar vaqtida keladimi? Ha, vaqtida keladi. Paxtaning terimidan tushgan pulni nima qilmoqchisiz? Mana shu o'zimizga ishlatamiz, ma'ruz qilamiz, balalarga, nevaralarga beramiz. Har kuni mana osh, choylar, issiq choylar, oshlar zo'r qarashadi birgada. Ko'p nimalar yedirib, ichirib yotdi bilan. Yaxshigina.